So'nggi yillarda Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli investitsion loyihalar tufayli nafaqat uning ishlab chiqarish ko'lami, balki mintaqadagi ko'plab korxonalarning ham mahsulot tayyorlash quvvatlari sezilarli darajada oshmoqda. Toshkent viloyatida joylashgan bir nechta kompaniyalar bilan mahalliylashtirish dasturi asosida hamkorlik aloqalari o'rnatilib, import o'rnini bosuvchi turli uskuna va qurilmalar tayyorlanyapti. Xususan, shahrimizda faoliyat yuritib kelayotgan Karbon polimer mas'uliyat cheklangan jamiyati shular jumlasidandir. Shatakka olish mexanizmiga ko'ra, korxonada joriy yilda 7,8 milliard so'mlik ftorplast mahsulotlaridan ehtiyot qismlari ishlab chiqarildi. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 14-15 oktyabr kuni Toshkent viloyatiga tashriflari davomida sanoat uchburchagini yaratish topshirig'i qo'yilgan va bugungi kunga kelib mana shu sanoat uchburchagi dasturi doirasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Mahalliy korxonalarga ko'maklashib, ishlab chiqarish jarayonlarini yo'lga qo'yish maqsadida kombinatimiz bilan Karbon polimer korxonasi o'rtasida kooperatsion aloqalar o'rnatilgan va biz kombinatimiz tarafdan muhandislik, konstruktorlik yordamlari ko'rsatilmoqda. Kelgusi 2026-yilga qo'yilgan ustuvor vazifalarimiz bor. Bu borada keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Kombinat bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgach, Karbon polimer mas'uliyat cheklangan jamiyatida 60 ta qo'shimcha ish o'rni yaratilib, 400 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Korxonada davlat dasturi asosida mamlakatimiz ekologiyasini asrab-avaylashga qaratilgan yangi loyiha. Yirik sanoat korxonalaridan ajralib chiqayotgan kimyoviy gazlarni tozalash uchun maxsus qurilmalarni ishlab chiqarish va o'rnatish ishlari rejalashtirilgan. Karbon polimer hozirgi kunda 3000 xildan oshiq mahsulot ishlab chiqarmoqda. Bu yilda yangi mahsulotlarimiz konveyer roliklari va elektrografitoviy shotkalar import o'rnini bosuvchi mahsulotlar bo'yicha ishlab chiqarilgan. Larox press filtrlari uchun butlovchi qismlar, elektrografitoviy shotkalar, importdan keladigan yangi polimer konveyerli roliklar uchun polimerli roliklar ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda yangi yo'nalishimiz bo'yicha ekskavatorlarning butlovchi qismlarini va importdan kirib kelayotgan troslarni ishlab chiqaryapmiz. Mahsulotlarimiz SNG davlatlariga va Yevropa davlatlariga hozirgi kunda eksportlarni yo'lga qo'yganmiz. Ma'lumot uchun, shatakka olish tizimi, konstruktorlik va texnologik hujjatlarni ishlab chiqarish hamda taqdim etish, texnik maslahat va amaliy ko'mak berish, shuningdek birgalikda mahsulot sifatini talab darajasigacha yetkazish ko'rinishida yangi turdagi import tovarlarini o'zlashtirish bo'yicha tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi mexanizm hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, kombinatning mahalliy korxonalar bilan o'zaro hamkorligi ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lib, u orqali sanoat kooperatsiyasi yanada rivojlanadi. Yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi barqaror daromad manbaiga ega bo'ladi.